Chorining qobiliyati. To'satdan yozni chopiq ishlari bilan shug'ullanib o'tkazish u uchun ahmoqona ishdek tuyuldi. Bir necha haftadan so'ng Chori yangi xor jamoasi tashkil etilayotgani haqidagi e'lonni ko'rib qoldi. U ushbu jamoada qatnashishga urinib ko'rmoqchi bo'ldi. Chori qo'shiq kuylar ekan, uning ovozi titrab, chiyillab chiqardi. Uning ovozini eshitgan hay'at a'zolaridan birining yuzi burishdi. Bundan Chori tanlovdan o'ta olmaganini tushundi. Chori uyiga qaytib, yana bog'da ishlay boshladi. Barcha do'stlarim o'ziga yarasha qobiliyatga ega, deb o'ylardi u. Men ham biror sohada zo'r bo'lsam edi. Yozning qolgan qismida ham Chori o'z qobiliyatini aniqlashga urindi. Har bir yangi mashg'ulotidan so'ng Chori boshini egganicha uyiga qaytar va vaqtini o'zining bog'ida o'tkazar edi. Yoz faslining oxiriga kelib, Chori do'stlari Jamila va Davronni yana uchratib qoldi. "Katta futbol turniri qanday o'tdi?" deb so'radi u Davrondan. "Biz yutdik", deb javob berdi Davron. "Konsert qanday o'tdi?" so'radi Chori Jamiladan. "Ertaga bo'ladi. Bizning xor jamoamiz juda ham qattiq tayyorlandi va men yakkaxon bo'lib kuylayapman", dedi Jamila. "Tabriklayman", dedi Chori ularga. "Men ham biror nima bilan faxrlansam edi." "Hazillashyapsanmi?" dedi Jamila. "Sening bog'ingdagi meva va sabzavotlar judayam mazali. Men har doim biror narsa o'stirishga harakat qilaman, lekin hammasi so'lib, qurib qoladi." "Rostdanmi?" dedi Chori hayajon bilan. "Men hech qachon bog'bonlik kasbi shunchalar muhim deb o'ylamagan edim. Ertaga ikkalangiz Davronning futbolda g'alaba qozonganini nishonlash uchun biznikiga keling. Onam bog'imizdagi narsalardan kechki ovqat tayyorlab beradilar. So'ng birgalashib Jamilaning konsertini tomosha qilishga borishimiz mumkin."